Akam Nexus 3 mexanikasi narxiga borib siz uchun 4-pozitsiyasini topib qo'ydim. Yana rangi bor, qop-qora. Mashinani turishini qarang, siz turishini. Bitta mana shishasini almashtirib olish kerak ekan. Ichidagi lampochkasi kuygandan keyin do'stlar mana shunaqa rangga olib kelib qo'ygan ekan. Qop-qora rangda 2021-yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yaxshi, pashti yangi turibdi. Archa balon lastadan taqib qo'yishgan ekan. Salon holatini ko'ring. Tablo освещение, salon освещение. Hammasi qilib qo'yilgan, magical pultlari bor. Bitta o'zingiz uchun ximsiga qilib olib, bitta chexol taqib olsanglar, ideal holatga keladi. Mana orqalarini ham bitta ko'rib olamiz. Bitta keling ko'rsatib oling operator. Qop-qora rangda do'stlar. Mashina tiniq, lekin narxi bor, vasha super. 2021 177 ming o'zini halol probega, 4-pokoleniya metan gazi bor. Avtoelon OLX kanaliga kirib turib, narxlarni surishtirib turing. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, siz bosorsiz bo'ladi. Faqat oldi sotdiga variantga berilmaydi, genga berilmas ekan do'stlar. Mana orqalarini ham ko'rasiz salonni. Qishda yurishga mana balonlarni ham taqib qo'yishgan ekan, lekin mashinamiz shumka bo'lgan ekan. Xullas bitta eshigi kraska, kapoti kraska ekan. Kapoti yechilmagan ekan ham, usulitlari ham butun ekan. Shu mashinani siz uchun обязательно videoga bitta like bosgan bo'lsangiz, boy ekan. Bosgansizda to'g'rimi? Biz jaydari insonmiz. Sizlar uchun bor shu mashinamizni 8100 dollarga qo'yib beramiz. 2021 avtomat 177 ming probegda. Bosib yuboringlar.